Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 iyulgacha ayrim fuqarolar 4 ta ma'lumotnomani tayyorlab, tegishli tashkilotga topshirmasa, qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki imtiyozli pullarni vaqtida ololmay qolishi mumkin. Bu gap ayniqsa pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar, kam ta'minlangan oilalar, farzandi o'qishda bo'lgan ota-onalar va ijtimoiy yordam olayotgan fuqarolarga tegishli. Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman, balki ko'pchilik aynan bitta qog'oz yetishmagani uchun oyma-oy oladigan puldan ayrilib qolayotganini ko'rib turibman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozir aytadigan ma'lumotlarim sizga, ota-onangizga, qo'shningizga yoki qarindoshingizga kerak bo'lishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ogohlantirishlar vaqtida yetib borsa, odamlar pulini yo'qotmaydi. Avval tartib ko'proq qog'ozbozlikka bog'liq edi. Fuqaro biror qo'shimcha to'lov yoki ustama olish uchun mahalla, poliklinika, o'quv muassasasi, kadastr, soliq yoki bankka borib, alohida ma'lumotnoma olib kelardi. Keyin o'sha hujjatlar pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya bo'limi yoki boshqa mas'ul idoraga topshirilardi. Agar hujjat to'liq bo'lsa, to'lov davom etardi. Agar bitta ma'lumotnoma eskirgan, noto'g'ri yoki umuman topshirilmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtatilardi yoki qayta hisob-kitob kechikardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Bu yaxshi tomoni. Odamlar har safar idora yurmasligi kerak. Lekin muammo shundaki, hamma ma'lumot bazalarda to'liq yangilangan va to'g'ri turavermaydi. Masalan, talaba haqidagi ma'lumot olgoh bazasida bor. Lekin ijtimoiy himoya tizimiga tushmagan bo'lishi mumkin. Yoki nogironlik muddati uzaytirilgan, lekin tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumoti tizimda yangilanmagan bo'lishi mumkin. Yoki fuqaro haqiqatda ishlamaydi. Lekin eski ish joyidan chiqish buyrug'i tizimda ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin. Mana shu joyda 1 iyulgacha tekshirib olish juda muhim. Chunki yarim yillik qayta hisob-kitoblar, to'lovlar ro'yxatini yangilash, ustama qo'shimcha pullarni davom ettirish aynan shu davrlarda ko'p ko'rib chiqiladi. Agar sizning holatingizni tasdiqlaydigan 4 ta asosiy ma'lumotdan biri yetishmasa, tizim sizni qo'shimcha to'lovga haqli deb ko'rmasligi mumkin. Natijada siz haq bo'lgan pulni vaqtida ola olmaysiz. Keyin esa nega pulim tushmadi deb idora yurishga majbur bo'lasiz. Men hozir darsda eng ko'p so'raladigan va eng ko'p muammo keltirib chiqaradigan ma'lumotnomani tushuntiraman. Har bir fuqaroning holati alohida bo'ladi. Shuning uchun siz hammasini emas, o'zingizga tegishlisini tayyorlaysiz. Lekin aynan mana shu 4 yo'nalish bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, qo'shimcha to'lovlar bo'yicha xavf ancha kamayadi. Birinchisi oila tarkibi va yashash manzili bo'yicha ma'lumot. Bu ma'lumot ko'p to'lovlarda asosiy rol o'ynaydi. Masalan, kam ta'minlangan oila nafaqasi, bolalar puli, moddiy yordam, yolg'iz yashovchi pensionerga beriladigan qo'shimcha yordam. Nogironligi bo'lgan shaxsga qarovchi shaxs masalasi, o'quvchisini yo'qotgan oila a'zolari bo'yicha hisob-kitoblarda oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilsa, to'lov ham noto'g'ri chiqadi. Oddiy misol keltiraman. Bir ayol 2 farzand bilan yashaydi, eri chet elda ishlaydi, lekin ro'yxatda hali ham shu uyda turadi. Tizim oila daromadini hisoblaganda erining ma'lumotlarini ham qo'shib yuborishi mumkin. Agar u haqiqatan uzoqda ishlayotgan bo'lsa, daromad kirimlari, aliment, doimiy pul yuborish kabi masalalar alohida tekshiriladi. Ammo manzil va oila tarkibi noto'g'ri bo'lsa, ayolning arizasi rad etilishi yoki to'lov miqdori kamayishi mumkin. Yana bir misol. Pensioner ona o'zi yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa shaharda. Lekin propiskada farzandlardan biri hali ham onaning uyida ko'rinadi. Tizim buni uyda mehnatga layoqatli oila a'zosi bor deb qabul qilishi mumkin. Natijada yolg'iz yashovchi sifatidagi ayrim imtiyoz yoki qo'shimcha yordamlar savol ostida qoladi. Shu sababli yashash manzili doimiy ro'yxat. Vaqtincha ro'yxat oila tarkibi haqidagi ma'lumotlarni tekshartirish kerak. Ikkinchisi, daromad va ish joyi bo'yicha ma'lumot. Bu eng nozik masala. Chunki ko'p qo'shimcha to'lovlar fuqaroning ishlashi yoki ishlamasligiga, oilaning umumiy daromadiga, rasmiy ish haqi bor yo'qligiga bog'liq. Agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, maoshingiz soliq tizimida ko'rinadi. Agar ishlamayotgan bo'lsangiz, bandlik holatingiz ham ko'rinishi kerak. Lekin ba'zan odam ishdan chiqqan bo'ladi, buyruq berilgan bo'ladi. Lekin elektron mehnat daftarchasida ma'lumot kech yangilanadi. Yoki aksincha odam norasmiy ishlaydi, lekin o'zini umuman daromadsizman deb ko'rsatadi.
Keyin bank aylanmalari, so'ki soliq ma'lumotlari chiqib qoladi. Masalan, bir oila bolalar puli olish uchun murojaat qiladi. Otaning rasmiy ish haqi oyiga 2 million 500 ming so'm, onaning daromadi yo'q, 3 farzandi bor. Agar barcha ma'lumot to'g'ri bo'lsa, oila mezonlarga tushishi mumkin. Lekin otaning qo'shimcha shartnoma asosida olgan 1 million 800 ming so'mlik daromadi ham tizimda ko'rinsa, jami daromad oshadi va to'lov rad qilinishi mumkin. Bu yerda muhim narsa shuki, siz daromadni yashirishga urinmasligingiz kerak. Chunki tizimlar bir-biri bilan bog'lanmoqda. Eng to'g'ri yo'l oila daromadini oldindan tekshirib, nimaga haqli ekaningizni aniq bilib olish. Pensionerlar uchun ham ish joyi ma'lumoti muhim. Ayrim ustamalar yoki qo'shimcha to'lovlar ishlamaydigan pensionerlarga berilishi mumkin. Agar pensioner qisqa muddatga shartnoma bilan ishlagan bo'lsa-yu, keyin ishdan chiqqanini tasdiqlovchi ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, tizim uni hali ham ishlayapti deb ko'rsatishi ehtimoli bor. Natijada qo'shimcha pul to'xtab qoladi. Shuning uchun ish joyidan bo'shaganlik buyrug'i, elektron mehnat daftarchasi, soliq daromad ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi shart. Uchinchisi, o'qish joyi bo'yicha ma'lumot. Bu ayniqsa 15 yoshdan katta farzandi o'qiyotgan oilalar uchun muhim. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ayrim ijtimoiy to'lovlar, aliment va oilaviy yordam hisob-kitoblarida farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgani isbotlanishi kerak bo'ladi. Ko'pchilik farzandim universitetda o'qiydi, hamma biladi-ku deb o'ylaydi. Yo'q, tizimda aniq ma'lumot bo'lmasa yoki ma'lumotnoma muddati o'tgan bo'lsa, to'lov davom etmasligi mumkin. Misol uchun, 19 yoshli talaba otasidan ayrilgan va boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. U kunduzgi bo'limda o'qisa, belgilangan yoshgacha to'lov davom etishi mumkin. Lekin har o'quv yili boshida yoki belgilangan muddatda talabalik holati tasdiqlanishi kerak. Agar talaba akademik ta'tilga chiqsa, sirtqi bo'limga o'tsa yoki o'qishdan chetlashtirilsa, to'lovga ta'sir qiladi. Agar u haqiqatan o'qiyotgan bo'lsa, lekin oliygoh ma'lumotni vaqtida bermagan bo'lsa, talabaning o'zi dekanat yoki registrator ofisidan ma'lumot olib, mas'ul idoraga topshirishi kerak. Yana bir holat. Kollej yoki texnikumda o'qiyotgan bola 15 yoshga to'lgan. Ota-onasi avval bolalar puli yoki oilaviy yordam olayotgan bo'lgan. Tizim bolaning yoshini ko'rib, uni mehnatga layoqatli deb chiqarishi mumkin. Agar bola kunduzgi o'qishda ekanini tasdiqlovchi ma'lumot bo'lmasa, oilaning tarkibi va daromad hisobida xato paydo bo'ladi. Shu sababli o'qish joyi ma'lumotnomasi oddiy qog'oz emas, pulingizga bevosita ta'sir qiladigan hujjat. To'rtinchisi, tibbiy holat, nogironlik yoki parvarish zarurati bo'yicha ma'lumot. Bu eng ko'p e'tibor talab qiladigan yo'nalish. Nogironlik muddati, guruh darajasi, bolalikdan nogironlik holati, parvarishga muhtojlik, doimiy davolanish, reabilitatsiya tavsiyalari qo'shimcha to'lovlar uchun asos bo'lishi mumkin. Lekin bu ma'lumotlar muddati tugasa yoki qayta ko'rikdan o'tish kechiksa, to'lovlar ham to'xtab qolishi mumkin. Masalan, fuqaroning ikkinchi guruh nogironligi bor va u har oy ma'lum to'lov oladi. Tibbiy xulosa 3 iyungacha amal qiladi. Fuqaro keyin boraman deb yuraversa, 1 iyuldan tizim uning maqomini tasdiqlanmagan deb ko'rishi mumkin. Keyin qayta ko'rikdan o'tib, hujjatni tiklagandan so'ng ham to'lovni qayta boshlash vaqt oladi. Ayrim holatda o'tgan davr uchun pul qayta hisoblanadi. Ayrim holatda esa kechikish fuqaroning o'z vaqtida murojaat qilmaganiga bog'liq bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun tibbiy hujjatlarda muddat eng muhim nuqta. Nogironligi bo'lgan bolaga qarovchi ota-ona uchun ham parvarish bo'yicha ma'lumot muhim. Bola rostdan ham doimiy parvarishga muhtoj bo'lsa, bu tibbiy xulosa va tegishli komissiya qarorida aks etishi kerak. Faqat og'zaki bolam kasal deyish yetmaydi. Qaysi tashxis, qaysi muddat, qaysi guruh parvarish kerakmi yoki yo'qmi, bular hujjatda aniq yoziladi. Agar shu ma'lumotlar eskirgan bo'lsa, qo'shimcha yordam to'xtab qolishi mumkin. Men eng avvalo doimiy ijtimoiy to'lov olayotgan fuqarolarga tekshiruvni tavsiya qilaman. Agar siz pensiya, nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi, bolalar puli, moddiy yordam, parvarish puli, kompensatsiya, kommunal xizmatlar bo'yicha imtiyoz yoki boshqa qo'shimcha to'lov olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizni tekshiring. To'lovingiz hozir tushayotgan bo'lsa ham, bu keyingi oy avtomatik davom etadi degani emas. Chunki ayrim to'lovlar davriy tekshiruvdan o'tadi. Ikkinchi guruh, oilasida 95 yoshga to'lgan, lekin o'qishda bo'lgan farzandi borlar.
Bunday holatda o'qish ma'lumoti yangilangan bo'lishi kerak. Ayniqsa farzand maktabni bitirib, kollej, texnikum yoki universitetga kirgan bo'lsa, eski ma'lumot bilan yangi holat orasida uzilish bo'ladi. O'sha uzilish to'lovga ta'sir qiladi. 3-guruh nogironlik muddati yaqin kunlarda tugaydigan fuqarolar. Men bunday fuqarolarga muddat tugagandan keyin emas, oldindan harakat qiling deyman. Komissiyaga navbat, tahlillar, shifokor ko'rigi, xulosa tayyorlanishi vaqt oladi. Agar hammasini oxirgi haftaga qoldirsangiz, o'zingizga ortiqcha muammo yaratasiz. 4-guruh yaqinda ishga kirgan, ishdan chiqqan, manzilini o'zgartirgan yoki oila tarkibida o'zgarish bo'lganlar. Nikoh, ajrim, farzand tug'ilishi, farzandning boshqa manzilga ro'yxatga o'tishi, uy sotilishi, ijara, vaqtincha ro'yxat, ish joyi almashishi kabi holatlar ijtimoiy to'lovlarga ta'sir qiladi. Bu mening to'lovimga aloqasi yo'q deb o'ylamang. Ko'p hollarda aynan shu mayda ko'ringan o'zgarishlar tizimdagi hisob-kitobni o'zgartirib yuboradi. Agar siz hech qanday ijtimoiy to'lov, ustama, kompensatsiya yoki imtiyoz olmayotgan bo'lsangiz, siz uchun bu masala shoshilinch bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir hujjatlaringizni tartibga keltirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki ertaga yordam so'rab murojaat qilganingizda tizimdagi xatolar sabab arizangiz cho'zilib ketishi mumkin. Agar barcha ma'lumotlaringiz elektron tizimda to'g'ri chiqayotgan bo'lsa, masalan, ish joyingiz, daromadingiz, oila tarkibingiz, farzandingizning o'qishi va tibbiy holatingiz avtomatik tasdiqlansa, sizdan ortiqcha qog'oz talab qilinmasligi mumkin. Lekin men amaliyotda shuni ko'raman, odam hammasi joyida deb yuradi. Keyin bitta bazada familiyasi eski, boshqasida yangi, bir joyda manzili avvalgi, boshqa joyda hozirgi bo'lib chiqadi. Shuning uchun kamida bir marta tekshirtirib qo'ygan ma'qul. Birinchi nozik jihat, ma'lumotnomaning o'zi borligi yetarli emas. Uning muddati ham muhim. Ba'zi ma'lumotnomalar 1 oy, ba'zilar 3 oy, ba'zilar o'quv yili davomida amal qiladi. Tibbiy xulosalarda esa aniq sana bo'ladi. Siz 1 iyulgacha topshiraman deb mart oyida olingan ma'lumotnomani olib borsangiz, idora muddati o'tgan deyishi mumkin. Shuning uchun hujjatni juda erta olib qo'yish ham har doim foydali emas. Eng yaxshisi mas'ul idoradan aynan qaysi muddatdagi ma'lumotnoma kerakligini so'rab oling. Ikkinchi nozik jihat. Olib bering, elektron ma'lumot bilan qog'oz ma'lumot bir-biriga mos kelishi kerak. Masalan, qog'ozda farzandingiz kunduzgi bo'lim talabasi deb yozilgan, lekin elektron bazada u hali eski maktab bitiruvchisi sifatida turibdi. Bunday holatda mas'ul xodim qo'shimcha tekshiruv so'rashi mumkin. Bu sizning aybingiz bo'lmasligi mumkin. Lekin baribir muammo sizning to'lovingizga ta'sir qiladi. Shuning uchun ma'lumotnomani bergan tashkilotdan bu ma'lumot elektron tizimga ham kiritilganmi deb so'rash kerak. 3-nozik jihat, har bir to'lov turi uchun talablar bir xil emas. Bolalar puli uchun daromad va oila tarkibi muhim bo'lsa, nogironlik to'lovi uchun tibbiy xulosa muhimroq bo'ladi. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi esa marhum bilan qarindoshlik, farzandning yoshi, o'qish shakli, nikoh holati kabi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun qo'shningizdan mendan shuni so'rashadi degan gapga to'liq ishonmang. Har bir ish alohida ko'riladi. 4-nozik jihat. Bank kartasi va hisob raqami ham muhim. Ba'zan odam hamma hujjatni topshiradi, lekin plastik kartasi muddati tugagan, hisob raqami yopilgan yoki bank rekvizitlari yangilanmagan bo'ladi. Natijada to'lov tayinlangan bo'lsa ham pul tushmaydi. Odam esa menga to'lov berilmadi deb o'ylaydi. Shuning uchun kartangiz amal qilish muddatini, bank hisobingiz faol ekanini ham tekshirib qo'ying. 5-nozik jihat, ortiqcha olingan pul keyin qaytarilishi mumkin. Agar siz noto'g'ri ma'lumot bilan to'lov olgan bo'lsangiz, masalan, ishga kirganingizni vaqtida bildirmagan bo'lsangiz yoki farzandingiz o'qishdan chiqqanini aytmagan bo'lsangiz, keyin tekshiruvda ortiqcha to'lov aniqlanishi mumkin. Bunday holatda davlat sizdan ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qilishi ehtimoli bor. Shuning uchun ma'lumotni yashirish foyda emas, aksincha katta qarzga olib kelishi mumkin. Endi eng muhim qism. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, qaysi to'lov yoki imtiyozni olayotganingizni aniqlang. Pensiyami, nogironlik nafaqasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, bolalar pulimi, moddiy yordammi, parvarish pulimi, kommunal kompensatsiyami? Aniq yozib chiqing. Chunki hujjat talabi to'lov turiga qarab farq qiladi. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID karta, jasashir, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari.
ajrim bo'lsa, sud qarori yoki fadaiya hujjati, oila tarkibiga ta'sir qiladigan barcha asosiy hujjatlarni bir joyga jamlang. Men odamlarga alohida papka tutishni maslahat beraman. Har safar hujjat kerak bo'lganda uyda izlab yurish shart bo'lmaydi. 3-qadam, mahalla yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali oila tarkibi va manzil ma'lumotlaringizni tekshiring. Agar kimdir eski manzilda qolib ketgan bo'lsa, vaqtincha ro'yxat tugagan bo'lsa yoki familiya o'zgargan bo'lsa, buni tuzatish kerak. Mahallaga borganda shunchaki ma'lumotnoma bering demang. Mening ijtimoiy to'lovlarim uchun oila tarkibi va yashash manzilim to'g'ri ko'rinayotganini tekshirib bering deb aniq ayting. 4-qadam, daromad va bandlik holatini tekshiring. Agar ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingizdan rasmiy ish haqi, ishga kirgan sana va mehnat shartnomasi elektron tizimda borligini so'rang. Agar ishdan chiqqan bo'lsangiz, bo'shaganlik buyrug'i va elektron mehnat daftarchasida holat yangilanganini tekshiring. Agar ishsiz bo'lsangiz, bandlik organlarida ro'yxatdan o'tish sizga kerak bo'lishi mumkin. Bu ayniqsa kam ta'minlangan oila sifatida yordam so'rayotganlar uchun ahamiyatli. 5-qadam. Farzandingiz o'qishda bo'lsa, o'qish joyidan rasmiy ma'lumot oling. Unda farzandning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, ta'lim muassasasi nomi, kursi o'qish shakli, ya'ni kunduzgi yoki boshqa shakl ekanligi, o'quv yili va ma'lumotnoma berilgan sana aniq yozilgan bo'lishi kerak. Agar ma'lumotnomada o'qish shakli ko'rsatilmasa, mas'ul idora qayta so'rashi mumkin. Chunki ko'p to'lovlarda aynan kunduzgi ta'lim muhim. 6-qadam. Nogironlik yoki tibbiy holat bo'yicha hujjatlaringiz muddatini tekshiring. Tibbiy xulosa, nogironlik guruhi, qayta ko'rik sanasi, parvarish zarurati haqidagi qaror qachongacha amal qilishini yozib oling. Agar muddat 1 iyulgacha yoki undan keyingi yaqin kunlarda tugasa, hozirdan poliklinika va tegishli komissiyaga murojaat qiling. Kechikmang, chunki tahlil, shifokor ko'rigi va hujjat rasmiylashtirish vaqt oladi. 7-qadam. Barcha hujjatlarning nusxasini qiling va topshirganingiz haqida iz qoldiring. Agar hujjatni idoraga topshirsangiz, qabul qilingan sanani yozdiring yoki kirim raqamini oling. Agar onlayn yuborsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. Chunki keyin siz topshirmagansiz deyilsa, qo'lingizda dalil bo'ladi. Men har doim fuqarolarga telefonda ham skaner yoki surat ko'rinishida hujjatlarni saqlab qo'yishni maslahat beraman. 8-qadam. 1 iyulni kutib o'tirmang. Bugun tekshiring, ertaga hujjat oling, indinga topshiring. Eng katta xato hamma ishni oxirgi haftaga qoldirish. O'sha paytda idoralarda navbat ko'payadi, tizimlar sekinlashadi. Xodimlar yuklama ostida qoladi. Siz esa bir dona imzo yoki bir dona ma'lumotnoma uchun to'lovingizni kechiktirib qo'yishingiz mumkin. Tasavvur qiling. Bir pensioner opa har oy pensiyasiga qo'shimcha 300 ming so'm atrofida yordam olib kelgan. U yolg'iz yashaydi. Lekin nevarasi bir vaqtlar o'qishga kirish uchun uning uyiga vaqtincha ro'yxatga qo'yilgan, keyin ketgan. Ammo tizimda hali ham shu manzilda ko'rinadi. Natijada qayta tekshiruvda pensioner yolg'iz yashamaydi deb chiqadi. Opa bu pulni ololmay qoladi. Aslida muammo katta emas edi. Manzil ma'lumotini oldindan tekshirtirsa, vaqtincha ro'yxatni tartibga keltirsa, to'lov davom etardi. Yana bir misol. Oila 3 farzandi uchun bolalar puli oladi. Ona ishlamaydi, ota mavsumi ishlaydi. Ota qisqa muddatga rasmiy ishga kirgan, keyin chiqqan. Lekin ish beruvchi elektron tizimda bo'shatish ma'lumotini vaqtida yopmagan. Tizim otani hali ham ishlayapti deb ko'radi va oilaning daromadi yuqori hisoblanadi. Natijada keyingi davr uchun yordam rad etiladi. Bu yerda oila daromadsiz qolgan bo'lsa ham, hujjatdagi xato sabab pul kechikadi. Shuning uchun ish beruvchi bilan ham ma'lumotni aniqlashtirish kerak. 3-misol, 20 yoshli talaba o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladi. U universitetda kunduzgi o'qiydi. Lekin semestr boshida o'qish joyidan ma'lumot olib topshirmaydi. Tizim 15 yoshdan oshgan shaxsning o'qishini tasdiqlamasa, to'lov to'xtashi mumkin. Talaba keyin ma'lumot olib borsa, masala tiklanadi, lekin pul tushishi kechikadi. Ba'zan qayta hisob-kitob uchun qo'shimcha vaqt ketadi. Agar u oldindan dekanatdan ma'lumot olib qo'yganda bu muammo bo'lmasdi. 4-misol. Nogironligi bo'lgan shaxsning qayta ko'rik sanasi 25 yilda tugaydi. U o'zini yomon his qilgani uchun borishni cho'zadi. Iyul o'rtasida murojaat qiladi. Shu orada tizimda nogironlik maqomi tasdiqlanmagan bo'lib qoladi. To'lov vaqtincha to'xtaydi.
Keyin hujjat tiklansa ham odam bir oy yoki undan ko'proq pul kutishga majbur bo'ladi. Bu ayniqsa dori-darmon, davolanish, yo'l xarajati bor oilalar uchun og'ir. Shuning uchun tibbiy muddatlarni kalendarga yozib qo'yish kerak. Agar idoraga ariza bilan borsangiz, murojaatingiz aniq bo'lsin. Masalan, menga tayinlangan qo'shimcha to'lovlar 1 iyuldan keyin uzluksiz davom etishi uchun oila tarkibi, daromad, o'qish joyi va tibbiy holat bo'yicha ma'lumotlarimni tekshirib berishingizni so'rayman deb yozishingiz mumkin. Agar aynan bitta muammo bo'lsa, uni alohida ko'rsating. Farzandim kunduzgi ta'limda o'qiyotgani bo'yicha ma'lumotni ishga qo'shib qo'yishingizni so'rayman. Yoki ish joyimdan bo'shaganligim haqidagi ma'lumotni qayta tekshirib berishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni to'g'ri yozing. Ko'p odamlar shu oddiy narsada xato qiladi. Mas'ul xodim qo'shimcha hujjat so'rash uchun qo'ng'iroq qiladi, lekin raqam ishlamaydi. Keyin ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi. Agar sizning nomingizdan farzandingiz yoki qarindoshingiz yurayotgan bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Buni ham oldindan aniqlang. Bugungi gapimning eng muhim joyi shuki, 1 iyulgacha oila tarkibi va manzil. Daromad va ish joyi, o'qish joyi, tibbiy holat yoki nogironlik bo'yicha ma'lumotlaringizni tekshirib oling. Sizga bu 4 yo'nalishning hammasi kerak bo'lmasligi mumkin, lekin qaysi biri sizning to'lovingizga ta'sir qilsa, o'shani vaqtida tartibga keltirish shart. Bitta eskirgan ma'lumotnoma, bitta noto'g'ri manzil, bitta yangilanmagan ish joyi yoki bitta muddati o'tgan tibbiy xulosa qo'shimcha to'lovni kechiktirib qo'yishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugun hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Ota-onangiz yoki yaqinlaringiz ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsa, ularga ham yordam bering. Ayniqsa yosh katta odamlar elektron tizimdagi xatoni o'zlari bilmasligi mumkin. Siz bitta tekshiruv bilan ularning oyma-oy oladigan pulini saqlab qolishingiz mumkin. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi ma'lumotnoma yetishmagani uchun to'lovingiz kechikkan yoki to'xtagan? Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ijtimoiy to'lov olayotgan yaqinlaringizga yuboring. 1 iyulgacha vaqt bor, lekin vaqtni boy bermaslik kerak.